Yo, endi bilan yashash kerak. Oningga telefon qiladi. Alo. Alo, bularni endi nima qilamiz? Men aytdim-ku, hozir yarim soatda kelaman. Bularni tezroq olamiz deb, yarmi senga, yarim menga bular. O'zimnikini olib ketaman keyin. Xo'p, lekin kimdir bilib qolmasin ish qilib. Senmi eshikni ochmasdan, hech kimga aytmasang, hech kim bilmaydi. Ha, bo'pti, keluvchi nimadir qilamiz. Xo'p, kelyapman, yo'ldaman. Diqqat. Millionerda o'marib ketdi bitta o'g'ri. Agar topsanglar, sizlarga mukofot bor. Iltimos, tezroq topinglar. Millionerda o'marib ketdi. Nima deydi? Millionermi? Videoyam yoqalabdi. Yo, barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan Roma bu. Eshitdinglarmi? Millioner o'marib ketishibdi deydimi? Kim o'margan bo'lsa, menga farqi yo'q. Kim o'marsa ham. Do'stlar, men aytgancha qishloqni yoniga borishim kerak. Ekinlarni qanday hozirgina qilib, shunday kompyuterdan transfer qilib olaylik kiruvdim. Nima eshitdinglar? Mayli bo'ldi, qishloqni yoniga borib, bugun baliq tutishga bormoqchi edik. Va yomg'irda maza qilib chiqmasada. Taq qishloqqa uydamisan? Roman, bugun borolmayman. Nega? Chunki uyim yomon bo'lib kelgan. Changib ketdi, o'shalar tozalab o'tirdim, bilasan-ku. Bilaman, lekin qilish kerak. Lekin chiqsam bo'lardi. Hali yomg'ir yog'ib turibdi, zo'r havo bo'lyapti. Keyingi safarda. Mayli. To'psa havoda qaranglar-ku. Shura qaranglar. Juda qolardik-da, yo'q, borolmayman. Qaranglar, o'ynalar yo'q. Jam o'ynalar yo'qmas. Qo'yapti bu pura. Mayli. Qaraymiz. Kun botyapti. Har kuni bo'ladi. Hozir ertaroq bo'lib qoladi. Bilasizlar, shunaqa bo'ladi. Hamma saytdan bo'ladi. Ishga oldim, mana shu uy bo'lsa kerak. Keldim. Ben endi yig'ishtirib olish kerak ekan, bormi? Keldimi? Lekin kelgan yo'qdan kimlardan so'rash kerak. Tezroq bilan olib olish kerak, surish kerak. O sandig'ingda ham bor ekan. Hozir mamma kelga qidirib kelib bo'pti. Katta bor ekan. Ertalab Vosh endi bosh kerak. Yo'q, barcha birga qoldi. Yana bir bor, do'stlar. Qishloqni olib borish kerak. Qishloqqa bugun ham chiqasan? Yo'q, chiqolmayman. Gap qolmasin. Nima deyapsan? Yo'q. Qishloqqa bu yerda nima bo'lyapti? Yo'q. Nimaga bilib qolding? Endi qamalib ketaman. Yo'q, qishloqqa nima bo'lyapti? Men politsiyachilarga aytib beraman. Bular qayerdan keldi yoki o'ziniki? Yo'q. O'madim. Sen bilib qolding. Nima qilaman? Ana kelib qoladi hozir. Ikkalamizni ham o'ldiradi. Kim keladi? Kim? Men bilan bitta ishlagan bola hech kim bilmasin degan.
agarni o'zimni o'ldirib qo'yadi u kimdir bilsa. Bor yashin tezroq ket bo'tdan. Bular nima qilamiz endi? Bular yashirish kerak qishloqqa. Hammasini ol, lekin politsiyachiga aytma unga ham. Xo'p, hozir kelaman. Nima bo'lyapti? Kirka qidiraman deb ketdi. Hozir o'zim ham kirkam olib kelay. Va nima bo'lyapti? Qishloqqa. Uyda almazlar turibdi. Lekin agar mana video yo'q sinasi. Ulan qat'iy yashash kerak. Hamma senga lekin u bilib qolmasin. Iltimos nimadir qilib. Ana kelyapti. Bo'l. Qo'y. Mana qo'yib qo'ydim. Yashinish kerak. Yashin. Mana yashib olaman hozir. Bo'ldi. Topolmadim kirka, ertaga kelaman. Hop, bo'pti, bor ketaver. Hop, ketdim. Hayajonlanma. Bo'ldi, ketdi, bo'l avval. Lekin men hozir u ertaga kelsa nima deyman endi? Qo'rqma, xotirjam qilma. Uyda yo'q bo'lasan, mani uyimda vaqtinchalik yashab turasan. Yoki men uni o'ldiraman. Manimi? Bo'pti, lekin bularni qoldirchicha unga aytib qo'yishim kerak. Nimaga kamib qoldi desa, yo'q hammasini nima yig'dimda shuncha chiqdi deyman. Bo'pti, qishloqqa rahmat lekin. Olmadi, men aytmayman. Lekin o'zi dedimi? Aytaman hali demadim. Maydalatib qo'yish kerak bilan maydasini o'chirdi. Qo'ysa. Ana ishlatsa maydasini. Yaxshi ko'payib qoldi. Endi menga mayli. Do'stlar, bugungi video shunaqa edi. Bo'lsam keyingi videolarga ham xayr. Mana bu yerda balkon.